Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Koda jurnalida yaqında e'lon qilingan Kodaning ko'p xil axborot tahriri Katita Vatan tarafidan yozilgan taqlid qilingan rasmlar, tasvirlar orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga nisbatan parvosizlikni tugutish sarlavhalik maqolada mundaq deyildi. İstanbul'daki Uyghur irqiy qirg'inchilik muzeyida ziyoratchilar uchun lagerdan qutulib chiqqanlarning guvohligiga asosan laylangan bir yurish tasvir va rasmlar bor bo'lib, İstanbul'da yashayotgan Uyg'ur o'quvchilar tarafidan davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni haqiqiy his qildirish maqsadida tashkillanib bezalgan. 10 yil ilgari İstanbulga qonun o'rganish uchun kelgan 29 yoshli İdris Ayaz taqlidiy rasm va tasvirlar orqali ziyoratchilarga irqiy qirg'inchilikni haqiqiy his qildirishni umid qilamiz. Ya'ni yo'lbos o'rindiqni tutish, majburiy paxta yig'ish maydoni, majburiy bola tushirib o'tish uyi va jazo lagerlarini ziyorat qilish orqali bu ishlarning amaliyotda 2022 yili yuz berayotganligini his qildirish dedi. İstanbul universitetiga yaqin yerdagi Sharq Turkiston vaqfining hovlisida Sharq Turkistonlik Uyg'ur o'quvchilarining boshchiligida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik muzeyi ochilgan. O'tgan yilgi Uyg'ur sud kollegiyasida guvohchilarning bergan guvohliklariga va boshqa guruhga to'plagan birinchi qo'l guvohligiga asosan bir yurish uy taqlid rasm va tasvirlar bilan bezaldi. Bundaq bir ishni vujudga chiqarish qulay emas. Ularning hammasining ota-onasi va tuqqanlari tutqun qilingan. Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga aloqador ko'rinishlar faqat uydudan tortilgan bo'lib, 2017 yildan e'tiboran Sharq Turkistonga muxbirlar va tekshiruvchilarning berishi mumkin bo'lmagan ahvol ostida bu ko'rgazma muhim bir qora qutidan iborat. İdris Ayaz ota-onasining 2017 yili o'qish bitirish murosimiga kelmoqchi bo'lganligini, ammo 2017 yilning boshida Xitoyning barliq chegaralarni taqaganligini, pasportni musodir qilganligini, 2017 yili 9 oydan e'tiboran oilasidagilar bilan bo'lgan aloqaning tamoman uzilganligini aytdi. Surgundagi eng ko'p Uyg'urlarning makoni bo'lgan İstanbul lagerlar haqida qimmatli uchur manbasiga aylandi. 21 yoshli Kevser Ömer Uyg'ur temirchidan yo'lbos o'rindiqni yasashni talab qildi. Temirchi yasashni bildiganligini, chunki o'zining ilgari temir o'rindiqqa bog'lanib so'roq qilinganligini aytdi. Kevser Ömer ziyoratchilarga Xitoyning 48 xil bahona bilan jazo lagerlariga qamaydiganligini, 99% kishida bu bahonalarning tepiladiganligini, Olimpiyat bahonasi bilan dunyoning diqqatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qaratishni maqsad qilganligini aytdi. İdris Ayaz buningga irqiy qirg'inchilik muzeyi deb ism qo'yganligini, buning tarixiy muzey emas, balki davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik ekanligini aytdi. Ular bu ko'rgazmani yozliq ta'tilni nishonlab ochgan bo'lib, ijobiy baholashlarga erishgan. Ziyoratchilarning ko'pinchisi turk o'quvchilar va chet elliklar ekan. Ko'rgazma davomlashayotgan bo'lib, mart oyida yana irqiy qirg'inchilikqa aloqador yangi parchalar elib kelish planlangan. Washington Times'ning 25 fevral xabariga qaraganda, Xitoy hukumati Amerikaning Ukraina krizisi to'g'risidagi axborotini Rossiya bilan o'rtoqlashgan. Xitoy hukumati Beijingni Amerika boshchiligidagi Ukrainaga qarata bir harbiy hujumning oldini olish tirishchiligiga qatnashishga qoyil qilishga aloqador Amerika axborotini Rossiyaga yetkazgan. Bu Bayden hukumatining Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga tajovuz qilishini to'sishda Xitoyning qo'llashiga erishish uchun ko'rsatgan diplomatik tirishchiligining bir qismi. Xitoy hukumati bu tirishchilikni ko'p qatim rad qilib, uning o'rniga axborot uchurlarini Moskvaga yetkazgan. Bu Beijing bilan Moskva o'rtasidagi munosabatning kun sayin kuchayayotganligining ifodasi. Uchurdan o'rtoqlashish 2021 yili 12 oydagi diplomatik almashtirishdan boshlangan bo'lib, Rossiyaning Ukrainaga hujum qilayotganligi ogohlantirilgan. Bu ahvoldan xabardor kishi bizning uchurlarimiz shuni ko'rsatib beradiki, Xitoy bu uchurlarni Rossiyaga yetkazdi. Amerika Rossiya bilan Xitoyning orasida bo'lginchilik salmoqchi. Xitoy Rossiyaning ishg'ol qilishini to'smaydi dedi. Vatanim tarixi ustun qadrlik o'ng so'llari, arslanlar izlari, birlachiniqqan yo'llari, qahramonlar ustixonidan qurilgan ho'llari, kimki xoin bu vatanga qurusin put qo'llari, erkin ozod gullanish jarayonidan ayrilmasin. Asrlar g'aflat jaholatlarda qolgan bo'lsa-mu, ko'z ocholmay jahili nodonlikda yotgan bo'lsa-mu,
Дәвірлерден харызарлықларға патқан болсымы, көп заманлар зұлмы күлпәтлерді тартқан болсымы, әмді parlaq бәхтлік дәвраныдың айрылмысын. Қолғы келмәс әркмешіктек тәлміріп тұрған білән, қайтырып бәрмәс бұлаңчы ялвырып сорған білән, бәхт ізләп келмегей аң вақты олтырған білән, алдынып қалмаслық керек алдап умындырған білән, хәқні өз күчі білән қолға алғандың айрылмысын. Vətən və millətni söymək əhli İslam şanıdır. Bu həqiqət, bu adalet Tanrının fərmanıdır. Bu eniq sır şübhəsiz haqqaniyet mizanıdır. Əsli nəsli pak vicdan əhlinin cananıdır. Candan ayrılsın lekin cananıdan ayrılmasın. Mərhum inqilabi şairimiz Abdülaziz Məxsumның şiirlerinden elindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizdən kögün alaq üçün köp rəhmət. Kelər qıtımqı programımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.